Maqsaddoshlar, bugungi hikoyamiz o'zingga mangu tayan. Bar ekanu yo'q ekan, ach ekanu to'q ekan, teriq tulumda yetim bulungda ekan. Shu zamonlarning birida jangaldan o'tin terib setib kun kechiradigan Hashim ismli bir buvay bo'lgan ekan. U buvay balaliq chaqlardan tatib 70 yoshlargacha o'tin terib setib bir oiladagi 3 jon odamni biqib kelgan ekan. Ömrünün ahirgi mezgilida buvay amdila 17 yoshga kirgan o'g'lini sinamoqchi bo'lib, jangaldan o'tin terib setib kunlik ta'minot elib kelishni buyuribdi. Lekin bu o'g'il "Dada, men o'tin yig'ishni bilg'orman, ammo eshakka qandoq ortib kelarman" debdi. Hashim buvay o'g'liga: "Balam, o'sha o'tin yig'adigan jangalda iloji oxun degan kishi bor. Siz o'tinni til qilib qo'ying. Dönge chiqib, iloji oxun akani chaqiring. Iloji oxun aka kelib, sizga yordamlashidu. Menmo shunda qilgan" debdi. Hashim buvay o'g'lini shundaq deb yo'lga sapdi. Bu o'g'il 2 eshakni oldiga silib, jangalga berib o'tin yig'ib, eshakka ortishga tayyorlik qilibdi. Dadasining gapi esiga kelib, egiz dönge chiqib, "Iloji oxun aka" deb chaqiribdi. To'labdi. Ammo hech bir kishi bu yerga yaqin yo'llamabdi. Yana chaqirib boqibdi, kelmabdi. Kech kiray deb qopdi. Qandoq qilg'uliq? O'zi char o'ylab, o'tinni eshakka o'zi artibdi. U uyga kelsa, dadasi eshik oldiga chiqib kutib turgan ekan. Buvay o'g'lini ko'rib xush bo'pti va "O'g'lim, bu 2 eshakka o'tinni qandoq arta olading?" debdi. O'g'li bo'lgan ahvolni so'zlab berib, iloj akamning yo'qligidan o'zim qildim deb javob beribdi. Shundan tartib taki hozirgacha kishilar o'zi yolg'iz ta'sirrak qilgan ishlarni iloj akamning yo'qligidan o'zim qildim deydigan bir so'z davomlashib kelgan ekan. Hikmat: odamning o'z-o'ziga tayinishi eng muhim. Sen o'zingga tayanmay, boshqalarga biqinib kunib qolsang, mustaqil ishlash iqtidoringdan mahrum bo'lasan. Yagan xalq cho'chaklari.